Assalomu alaykum aziz do'stlar, obunachilar, bizni uzoq yaqindan kuzatib turgan aka-ukalar. Xudo xolasa mana yana yangi bir obyektimizni quyib tugatib oldik. Tomga penalomboz quyish jarayoni. Bizni kuzatishda davom eting. Video davomida penalombozga oid barcha ma'lumotlarni berib o'tishga harakat qilamiz. Bu mahsulotimizni tarkibida ko'rib turganlaringdek suv quyiladi 3 qaqiq, bir qop gips tashaladi, sement qo'shiladi. Mana bu apparatimizdan penas chiqadi. Shu penas qo'shiladi. Shularning aralashmasi bir boshdan quyilaveradi. Bu quygan narsamiz boshida suyuq bo'ladi. Shuni hisobiga bir qator vassalida ustiga material tashlab yamab olamiz. Ko'rib turganlaringiz yamab olgandan keyin shuni joy tayyorlab olgandan keyin shuni suyuq holatda ustini qo'yib razmerini chiqarib ketilaveradi. Quygan narsamiz uzoq 7 minut, 10 minutda qatiydi. Lekin chisti o'zini qurib ketishiga shu 15 kun, 20 kun vaqt kerak bo'ladi. Mana bu taraflarimiz ham kechagi quygan joylarimiz bor. Bugun mana hozir ertalab boshlab quyib kelgan joylarimiz bor. Ustida bemalol yursa bo'laveradi. Yaxshi holatda chiqdi. Ustiga bemalol suv bochkalarini o'rnatsa ham bo'laveradi. Ko'rib turganlaringiz qo'ldan kelgancha iloji boricha ustini ham tekizlab ketilyapti. Mana bu tarafimizga peshonlarga ham quyib yubordik. Bag'imiz ham yaxshi holatda chiqdi mana. Bu penalombozimizni loy suvoqqa solishtiradigan bo'lsak, afzalliklari juda ko'p. Masalan, vazni yengil bo'ladi. Loy suvoqda yorilib ketmaydi. Izolyatsiyani zo'r ushlab beradi, issiq sovuqli havoni umuman o'tkazmaydi. Keyin yorilib ketmaydi loy suvoqda. Shuni mana holatda qo'yamiz, shunday qoladi, qatiydi. Bu joyimizga ham hozir mana 8-10 sm qilib quyib ketyapmiz. Razmerini chiqarib bir boshdan. Ha do'stlar, xudo xolasa quyib tugatib bo'ldik mana. Bu taraflarimiz ham mana peshonlar mana. Piltani usti ham bor, dorozaxonasi bor edi, vassallikni ustiga quydik. Bir xilda 10 sm dan qilib quyib keldik. Ko'rib turibsizlar o'zlaringiz ham mana baho bersalaring bo'laveradi. Zo'r holatda chiqdi xudo xolasa. Endi shu turishiga bir 20 kun, 25 kun turib bersa o'zini holatida ham qurib, qatib ketadi. Bu penalombozimizda yuqa bosilib qolgan loy suvoqlarni ustiga ham quyib beraveramiz. Plitani ustiga vassallikni birinchi bilan ikkinchi etajning o'rtasiga ham quyib beraveramiz. 5, 7, 10 sm gacha, agar to'sinlar yaxshi holatda bo'lsa 15 sm gacha qilib chiroyli, mustahkam, sifatli qilib quyib beramiz. Hozirgi obyektimiz Namangan viloyatida bo'ldi. Bu ish joyimiz. Bizning manzil Farg'ona. Xizmatimiz vodiy bo'ylab, O'zbekiston bo'ylab xizmati bor. Penalomboz qurdirmoqchi bo'lganlar shu ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa qo'ldan kelgancha chiroyli qilib quyib beramiz. Bizni kuzatishda davom eting. Rahmat hammaga, sog' bo'lasizlar.